Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga avvaliga traktor ishlab chiqargan, keyinchalik yengil avtomobil ishlab chiqarishni boshlagan mashhur kompaniya Lamborghini haqida ma'lumotlar beraman. Lamborghini mashhur superkarlar brend sifatida mashhur bo'lsa-da, uning ildizi aslida qishloq xo'jaligi texnikasidadir. Ferruccio Lamborghini brendining asoschisi. U 1916-yil 28-aprelda Italiyada tavallud topgan. Uning burchi buzoq. Aynan shu sababli kompaniya logotipiga buqa tasvirini tanlagan. (1948-yilda u urushdan qolgan harbiy yuk mashinalar dvigatellarini yig'ib, arzon traktorlar ishlab chiqarishni boshlaydi. 1950-yillarning o'rtalariga kelib, uning zavodi yiliga 1000 dan ortiq traktor ishlab chiqaradi va Ferruccio Italiyaning eng boy odamlaridan biriga aylanadi. Bu traktorlar tez orada ishonchli va bardoshli deb topilib, Lamborghini traktori nomi bilan faol ishlab chiqariladi. Bu brend Italiyada yetakchi qishloq xo'jaligi texnikasi brendiga aylanadi. Ammo shunga qaramay, 1970-yildagi dunyo bo'yicha iqtisodiy qiyinchiliklar sababli Lamborghini traktor bo'limini SAME Dodge Fire guruhiga sotishga majbur bo'ladi. Lamborghini endi o'zini sport avtomobili ishlab chiqarishga bag'ishlashni istagan. Traktor biznesi bilan shug'ullanish vaqt va resurs talab qilgan va u avtomobillarga to'liq e'tibor qaratmoqchi bo'lgan. U sport avtomobillarini yaratishda eng ilg'or texnologiya va sifatga e'tibor berishni xohlaydi. Traktor biznesi esa bunga to'sqinlik qilgan. 1971-yilda Lamborghini traktor biznesi SAME kompaniyasi hozirgi SDF Group tomonidan sotib olinadi. Shundan beri traktorlar Lamborghini Trattori nomi bilan SDF guruh tarkibida ishlab chiqariladi. Bugungi kundagi Lamborghini nomi bilan ishlab chiqarilayotgan traktorlarning quvvati 25 ot kuchidan 270 ot kuchgacha yetadi. Bu traktorlar o'z seriyalariga qarab quvvati o'zgarib boradi. Jumladan, Mach VRT seriyasi bu eng kuchli va texnologik jihatdan ilg'or Lamborghini traktorlaridan biri. Mach 250 VRT modeli taxminan 247 ot kuchiga quvvatga ega bo'lib, Dodge Stage va dvigateli bilan jihozlangan. U katta maydonlarda samarali ishlash uchun mo'ljallangan. Nitro seriyadagi traktorlar. Bular o'rta quvvatdagi traktorlar bo'lib, 95 ot kuchidan 130 ot kuchgacha yetadi. Ular VRT uzluksiz o'zgaruvchan transmissiyaga ega bo'lib, qulay boshqaruv va samarali ishlashni ta'minlaydi. Spark modellari kichik va o'rta fermerlar uchun juda mos bo'lib, 110 ot kuchidan 140 ot kuchgacha ega. Ushbu traktorlar kichikroq joylarda ekinlar orasida ishlash uchun qulay. Men sizlarga yana bir qiziq voqeani aytib bermoqchiman. Qay tariqa Lamborghini sportkarlar ishlab chiqarishni boshlaydi. Bir kun Lamborghini o'ziga Ferrari 250 GT avtomobilini sotib oladi va undan foydalanishni boshlaydi. Ammo mashina muftasi tez-tez buzilib turadi. U bu muammoni o'z traktor qismlari yordamida hal qiladi. Shundan keyin u Ferrari kompaniyasiga boradi va mashina sifati bo'yicha maslahat bermoqchi bo'ladi. Ammo Enzo Ferrari unga shunday deydi: "Sen traktorchisan, ya'ni sen traktor ishlab chiqaruvchisan. Sen sport mashinasini shuni olmaysan", deydi. Bu haqorat Ferruccini juda ranjitadi. Bu kamsitishdan keyin u o'ziga maqsad qiladi, ya'ni Ferrari'dan ko'ra yaxshiroq sportkarlarni ishlab chiqarishga
urinadi. Natijada 1963-yilda u o'zining Lamborghini avtomobilini taklif etadi. Birinchi model 350 GT. Bu mashina Ferrari'dan qulayroq va sifatliroq qilib ishlab chiqilgan. Lamborghini sifat va dizaynga katta e'tibor beradi. Keyingi model Lamborghini Miura. Miura dunyodagi birinchi superkar hisoblanadi. Dvigatel haydovchining orqa qismida joylashgan edi. Bu o'sha paytda inqilobiy yechim bo'ldi. Lamborghini keyinchalik Lamborghini Countach modelini taqdim etdi. Bu model yuqoriga ochiladigan eshiklar, ya'ni Lombardus an'anasini boshlab berdi va superkar dizaynining ramzi hisoblanadi. Shuning bilan bugungi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlardan iltimos qilib qolaman, kanalga obuna bo'lishingiz va videolarga like bosishingizni. Kanalimiz rivoji uchun va davomiy bo'lishi uchun albatta sizlarning qo'llab-quvvatlashingiz zarur. Keyingi videolarimizda qaysi kompaniya va qaysi traktor modellari haqida ma'lumot berishimni kommentariyalarda yozib qoldiring. Xudo xohlasa, albatta shu traktor haqida ma'lumot beramiz.